Siz qora yakshanba degan musiqa to'g'risida anglab boqqanmi? Bu musiqani anglagan nurg'un kishilar o'zini o'ltirib olgan. Bugun biz dunyodagi rivoyat tusini olgan 3 cho'ng cheklangan musiqaning bir bo'lgan qaranlik yakshanba to'g'risida to'xtalamiz. Balkim nurg'un kishilar to'rda tarqalib yurgan dunyodagi 10 cho'ng cheklangan musiqa, 5 cho'ng cheklangan musiqa, 3 cho'ng cheklangan musiqa qatorliq aniq bo'lmagan nomlar ichidan qaranlik yakshambani anglab boqqan bo'lishi mumkin. Mushundaq nomlarni olgan naqshlardan yana qo'nchoq uydi olgan sing'al, 13 ko'z, pushaymon kuyi, Yuchiyanning hayot kechirmishi qatorliqlarmi bor bo'lib, bu alohida turdagi naqshlar nurg'un kishilarning to'g'ri va reallikdagi suhbat temalarga aylanib qolgan. Qaranlik yakshanbaning yana bir nomi qaranlik juma bo'lib, aytishlar qaraganda u 1932-yili Fransiyada barliq kelgan ekan. Lekin 1945-yilda cheklanib ko'ydirib o'tilgan. Chunki u ijod qilingan 13 yilda Yevropada necha yuz qatim o'zini o'ltirib olish dilosi yuz bergan bo'lib, o'zini o'ltirib olg'uvchilar qoldirgan vasiyatnoma qoldirishib, o'zini o'lvelish sababini qaranlik yakshanbaning melodiyasiga faqatlab bardashlik berolmaganligini aytgan. Xotinlikcha tunji bo'lib qaranlik yakshanba tarafidan ziyonkashlik uchiruvchi angliyalik bir ofitser bo'lib, uyda o'zi yolg'iz aram elayotganda maqsadsizlar qaranlik yakshanba plastinkasini qo'ygan. U bu musiqani anglagandan keyin kayfiyati barg'ansir nacharlashib, ruhiy jihatdan zo'r besim his qilgan. Birdamdan keyin uydagi topanchani olib hayotini oxirlashtirgan. Shuning bilan bir vaqtda takror qo'yilayotgan qaranlik yakshanba diloning birdan-bir yipuchi bo'lib qolgan. Soqchilar naq maydonga yetib kelib, inchiki nuqtalarni tekshirib, logikalik analiz qilib, natijada u o'zini o'ltirib olgan deb yakun chiqargan. Haliqi qaranlik yakshanba degan naqshi plastinkasi bo'lsa, dal vositali qotil bo'lib qolgan. Chunki soqchilar bu naqshi plastinkasini olgandimi, orasidagi birsi o'zini o'ltirib olg'ili tas qilgan. Bu voqea taraflarda xabar qilinishi bilan butkul Yevropani zilzilaga soldi. Qaranlik yakshanba sababidan o'zini o'ltirib olish dilolari uzluksiz oshkorlandi. Yevropa Amerika qit'asidan Osiyo qit'asigacha bir mahal hamma odam dakki-dukki ichida qoldi. Taraflarning ta'sir kuchimi tadrijiy kontrolligini yo'qotib, qiziqishi kuchli yoki o'zining psixik sapasi yuqori deb qaragan bir qism kishilar bu naqshning rost yolg'onligini sinab boqmoqchimi bo'lgan. Ayni chog'da Yevropada salohiyati xili yuqori bir danglik shaxs bir maydon musiqa o'rinlash yig'iniga qatnashganda maydondagi muzikantlardan johillik bilan ashu qaranlik yakshanbani o'rlab berishni talab qilgan. Muzikantlar dastlabda buni xohlamagan bo'lsa-mu, ammo bu tomoshabinlarning qiziqishini qo'zg'agan. Besim tufaylidan muzikantlar bu musiqani chelishga majbur bo'lgan. Musiqa o'rnab bo'lgandan keyin so'rinliklarning hammasi vayron bo'lib, hatto muzikantlarmo mangu musiqa asboblarga tegmaslikka qasam qilishib ketgan. Yana hiliqi musiqani talab qilgan danglik shaxsmo shuningdan boshlab o'zini yushirib avomning nazaridan g'oyib bo'lgan. 1945-yili Yevropa Amerikadagi har qaysi davlatlar birlashib qaranlik yakshanba plastinkasini ko'ydirib to'sishga boshlagan. Nemishqa men qaranlik yakshanbani anglasam bearam bo'lmayman? So'ramang. So'rasangiz asl nusxasi emas deyishga to'g'ri keldi. Hozirda dunyoda qaranlik yakshanbaning asl nusxasini anglaydigan hech qanday yo'l qolmagan. Rivoyat qilinishicha saqlanib qolgan qaranlik yakshanbaning asl nusxasining 4-bobi Amerikadagi bir musiqa universitetining bexatarlik ishkobi deyilgan. Qaranlik yakshanba to'g'risida yana bir qiziqarli qarash bor. Haqiqiy qaranlik yakshanbani bir odam emas, balki bir to'p musiqa pishvolar ijod qilgan. Bu musiqa infira ovoz to'lqini prinsipidan foydalanib, odamning cho'ming po'sta qavitidagi nervini g'idaqlab, odam badanidagi a'zolar bilan rezonans hosil qildi. Nurg'un kishilar bunga bardashlik berolmay o'zini o'ltirib oldi. Yuqoriqilar qaranlik yakshanbaga munosabatli so'z-so'zlarning ko'p qismi bo'lib, tuvandikilari yish chalqisi. Qaranlik yakshanbaning asli musiqasi qayg'uliq yakshanba. Xayari kompozitori Resso Seris 1933-yili yozgan. Naqshi tekstining dastlabki mavzusi qiyomat kuni degan ma'noda bo'lib, boshtimsi urush keltirib chiqargan umidsizlik. Kishilar o'zining jinoyatlari uchun pushaymon qilishayotgan. Keyin balkim uni nashr qilishga amalsiz qolganlik sababidan naqshi tekstiga shoir Lataras Joy yozgan tekstni o'zgartgan. Boshtimsi so'ygan odamining o'lib ketganligiga bo'lgan osinish ham dunyoda so'ygini bilan qaytib ko'rishishga va'da berishdan iborat. Ya'ni hozirgi qayg'uliq yakshanba. Yuqorqi bayonlarimni anglagandan keyin sizningcha bu naqsha rostla odam o'ltiralamdi? Undaq emasdek turdi. Shundaqmi? To'rda tarqalgan qayg'uliq yakshanba to'g'risidagi har xil rivoyatlarning qilcha asosi yo'q. Uni dunyodagi cheklangan musiqa deyish butunlay qalaymiqan so'z deganlik. Ammo dunyoga danglik naqsha desak tamoman bo'ladi. Jami 80 nechta davlat bu naqshini ko'rgizgan. Yercha ko'p sonli kishilarning olg'ini qayta etilgan nashr bo'lsa-mu, nima degan bilan insonlarning qayg'usi o'xshamaydi. Hamma odamning chet el tilini tushunib ketishi notayin. Uni birdan-bir qo'yish cheklangan davlat Angliya. Ayni chog'da ikkinchi dunyo urushi mazgil bo'lib, armiya xalq urush vaziyatiga foydasiz edi. Yeni kelib cheklangani asl nusxa emas, balki Amerikalik naqshchi Billy Holiday qayta aytgan nusxasi bo'lib, bu cheklash buyrug'i 2002-yili amaldan qoldirilgan. Naqshchi Billy Holidayni tilga olsak, u va naqshi plastinkasi shirkatining bir qator mashg'ulotlarini tilga olmasak bo'lmaydi. 1936-yili qayg'uliq yakshanbaning inglizcha nusxasi lentaga elishga boshlangan bo'lib, Sam Lewis aytgan. Bu Sam Lewis inglizcha naqshi tekstiga nurg'un kuch kiritishlarni qo'shgan bo'lib, naqshi plastinkasi shirkati uni yana Gamaliyaning o'lvelish naqshisi deb tasvirlagan. Uningdan qolsa Billy Holiday nusxasidagi qayg'uliq yakshanba a'donlik qayta aytilgan nusxasi bo'lib, inglizcha nusxasidagi ko'rurmanlar bir qadar ko'p. Balki ularning bu bir qator mashg'ulotlari sababidan qayg'uliq yakshanba hozir qadar aybga uchragan bo'lishi mumkin bo'lib, doim har xil o'sekchi to'r munbarlari tarafidan o'zini o'ltirib olish musiqasi degan nom bilan masxar qilinib kelgan. Ammo bu yerda tilga olmasa bo'lmaydigan yana bir ish shuki, qayg'uliq yakshanba degan naqshining asli avtori Resso Seris haqiqatan o'zini o'ltirib olgan. Ammo buning naqshi bilan bevosita aloqasi yo'q, balki uning hayot sarguzashtisi bilan munosabatlik. U bir Yahudi, unisiga bir kommunizmchi. Shu davr arx ko'rinishida
faqat hayot qilishning o'zila intayin qiyin masala. U qayg'uliq yakshanbani ijod qilib, biroqla nam chiqargan chaqdimi turmushida yanala yaxshilanish bo'lmagan. Buning sabablarining biri shuki, u Amerikaga berib nashr beji elishni xohlamay yurtidagi kichik oshxonada pianino chalatdi. Balkim u har xil avorchiliklarni o'ylab qilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi dunyo urushi mazgilida natsistlar Sirisni Ukrainaning emgak bilan tarbiyalash o'rniga olib keldi. Majburiy emgak qilish jarayonida Siris aralla hayot qoldi. Lekin uni opsi undaq emas. Bu xil kechirmish Sirisni intayin umidsizlantirdi. Shuning bilan bir vaqtda o'zining donglik kuyi boshqalar tomonidan sababsizlar o'zini o'ldirib olish dilolarini ko'paytkichi deb ayblandi. 1968-yili 1-ayning 11-kuni Siris yurti Budapeshtda o'zini o'ldirib olgan. U boshda binodan sakrab olgan, keyin qutqizilgan. Anda yana doktorxonada to'ksin bilan hayotini oxirlashtirgan. Bugungi mazmunlar musha dayaqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz bizni qo'llashni unutmang. Qanday qo'llashni siz bilasiz.